5 milyon bir bak bitiyorum. Qolganini keyin yaptı. 5 milyon. 8 milyon 600 savdo bo'lyapti akalar. 8 milyon 600 akalar. Qaysi biri? Mana shu to'ylarimizda akalar. Aka qaysi savdosi bo'lyapti? Mana aka mana 8 milyon 600 ga savdosi bo'lyapti. Mana shu qo'yamiz. To'yimiz akalar. 8 milyon 600. Ona savdo bo'lyaptimi? Mana akalar mana shu. Mana savdo bo'lyapti. Erkak bu akalar. Erkagida. Erkak toy. Savdosi bo'lyapti. Barakasi bersin. Gijillaganidan keyin. Barakasi bersin. Hammaga assalomu alaykum YouTube chorva ishqibozlari hamda Baraka savdoning ashaddiy obunachilari. Mana bugun biz Farg'ona viloyati Buvayda tumani Yangiqo'rg'on Chorvabozor narxlar bilan qo'ldan kelgancha yoritib beramiz akalar. Mehnatimizni qadrlagan holda birdonagina mana shunaqa layklarni bosib, obuna tugmachasini bosib qo'llab-quvvatlab turaverasizlar akalar. Sanalarimiz 2026-yil 15 fevral hafta kuniga akalar. Yakshanba dam olish kuni akalar. Hammaga yakshanba tongi muborak bo'lsin degan holatda akalar. O'z ishimizni boshladik akalar. Bismillahirrohmanirrohim degan holatda akalar. Chorva bozor akalar. Tashqari tomoni akalar. Akalar yakshanba kuni bo'lib o'tayotgan Chorva bozor akalar. Bemalol kelo orasida akalar. Savdolar avjida akalar. Chorva bozorda mana Angus buqalar ham chiqqan akalar. Anguslardan Simental, Greenford, o'zimizning Messi, Jaydari buqalar ham chiqqan. O yoqda gigant sigirlar qatori ham bor akalar. Bemalol kelo orasida akalar. Qani bo'lsa biz sizlar kuttirmasdan akalar o'z ishimizni boshladik akalar. Qani ketdik. Qani boshladik qadrli obunachilar unda. Mana shu qo'llardan boshlaymiz. Aka nech puldan deyapsizlar bularni? 65 yarim cho'ni. Mana akalar. Ikki bosh simental bir bosh limuza aka. 65 yarim million so'm savdosi bo'lyapti akalar. 3 bosh. Bo'ylarni necha metrda? Bo'ylari monosonik 1.10. 1.10. ham shu 1.10 deb borasizlar. Akalar bular bunisiniki bo'yi 1.10 ekan akalar. Bunisi 1.10 minus 1.5 plus akalar. Bu qo'la akalar. 65 yarim million savdosi bo'libdi akalar uchovi. Aka nomer aytib qo'yamizmi? Aytarim. 50lik. 50lik. 301 301 0802. 0802 ga aloqa chiqarasizlar akalar. Mana shu qo'llar uchun akalar. Ko'rib baho beraverasizlar. Kanapkasini qaranglar akalar. O'ta dahshat ekan akalar. Aka buni nech pul deyapsizlar? 30 milyon. Bozor nech pul qildi? 29. 29 million qildim, savdosi bo'ldi. Ha? Ana savdo qilib. 29 million savdosi bo'libdi ekan. Kelaman mana shu. 29 million savdosi bo'libdi ekan. Aka buni nech pul qildi? 23 milyon. 23 million savdosi bo'ldi. Nech pul deyapsiz? 25 milyon. 25 million so'm deyapti akalar. 23 million savdosi bo'libdi akalar. Mana shu qo'yamiz. Ko'ra baho beraverasizlar qadrli obunachilar. Mana bu qarab ko'rasiz. Simental akalar. Baraka savdo.
Nomer aytib qo'yamizmi aka? Ha, 91lik. 91lik 056 056 67 88. 67 88 akalar aloqa chiqarasizlar. Mana shu qancha? Bo'yi 125. Yani 1.25 çıkmıyordu boyu. Ölçediler. 1.25 ekan akalar boylar. Akalar boyunu ölçepti 1.25 ekan. Ne bereketsin. Aka bu hangisi neç buldu yapsın? 20 milyon qilyapti. Bu 10 20 milyon so'm savdosi bo'pti akalar mana. Hangisi? Depgani ham Akalar 20 milyon savdosi bo'pti. Mana akalar. Hangisi 20 milyon so'm savdosi bo'pti. Akalar bereketsin bersin. Mana akalar avlik olib qolar. Avlik ollar. Aka nech puldan deyapsizlar bularni? 30 milyon so'mmi? Uchovi, ha? Bozor nech puldan qildi? 27,5 milyon. 30 milyon so'mdan kam bor deyapti aka, 27 milyon, 28 milyon so'mdan har xil savdosi bo'lyapti akalar. Avlik olib qol. Bo'ylari nechida? Bo'ylar bilmayman, taxmin qilchi. Bo'ylari shu 1.20 atrofida. Buqalar akalar. Mana akalar. Bo'ylari shu 1.20 atrofidagi buqalar akalar. 3 bosh akalar. Avlikollar. 30 milyon so'mdan kam bor deyapti aka. 27 milyon, 28 milyon atrofida savdosi bo'lyapti akalar mana. Buqalar ko'rib beraverasizlar. Aka nomer aytib qo'yamizmi? 90lik 565 95 21 ga aloqa chiqarasizlar. Mana shu avlik olib qolar uchun akalar. Unda bereketsin bersin akalar. Aka aloqada ko'chatidan. Aka buni nech pul deyapsiz? Bozor nech pul qildi? Akalar 23 milyon so'm deyishyapti aka, 20,5 milyon savdosi bo'ldi akalar mana. Mana shu qo'yamiz. Aloqada o'zimizni mesni parolab qo'ygan. Bo'ylari 1.20 atrofida akalar. Ana aka shuni olib Aka nomer aytib qo'yamizmi? Sotib yuboradi akalar, unda barakasini bersin nomer qo'ysa. Savdo bo'lyapti akalar. Bular nech puldan deyapsizlar? 45 milyon. Bozor nech pul qildi? Akalar 45 milyon so'm deyapti aka, 39 milyon savdosi bo'pti akalar mana. Mana shu ikkovi akalar. Olag'arasizlar akalar mana. Ko'rib beraverasizlar akalar. Qadrli obunachilar. Uka nomer aytib qo'yamizmi? Dadangizning nomerini bilasizmi? Bilishmaydi akalar. Da bereketsin bersin. Savdo bo'lyapti aka, toy. 8 milyon 600 savdo bo'lyapti akalar, qaysi toyimiz? Qara akalar, unda navbatdagi buqalar. O'zimizni aloqamiz temiz qo'yamiz aka. Aka bular nech pul deyapsizlar? Nech pul deyapsizlar? 30 milyon kam bor deyapti aka. Qadrli obunachilarimiz 30 milyon kam bor deyapti aka. Mana shu qo'yamiz 30 milyon kam bor deyapti. Ko'rib beraveramiz. Aka nech pul qildi bozor? 26 milyon 700 ga sotilibdi aka, barakasini bersin aka. 26 milyon 700. Barakasini bersin. Aka bu nech pul savdo bo'lyapti? 30 ga bermayapmiz ya. 30 milyon so'mga bermayapti aka. Mana shu savdo bo'lyapti. 30 milyon so'mga berishmayapti. Qadrli obunachilar mana. Buqani ko'rib beraverasizlar. To'qolidan akalar. Mana bu. Savdo bo'lyapti akalar. Mana shu yerda savdosi bo'lyapti. Mana shu qo'yamiz. Akalar buqani ko'rib beraverasizlar o'zlar. 30 milyon savdosi bo'lyapti, unda barakasini bersa aka, biz
navbatdagi buqalarni ko'rsataveramiz. Mana. Ola qara Messi parolab qoldi. Aka bular nech pul deyapsizlar? Nech pul deyapsiz? 26 million savdosi bo'lyapti. Akalar 26 million savdosi bo'lyapti akalar mana bunisi. 26 million so'm savdosi bo'lyapti aka. Qadrli obunachilarimiz mana shu qilamiz aka. Aka nomer aytib qo'yamizmi? 99lik. 99lik. 487 487 48 63. 48-63 ga aloqa chiqarasizlar aka mana. Mana shu qachon. Bu ham sizlardan? Bu ham bizdan. Buni nech pul deyapsizlar? Buni 24 million qilyapti. 24 million savdosi bo'lyapti aka. Mana bunisi aka. Hozirgi aytgan nomerimizga aloqa chiqaradi bunga. Hozirgi aytgan nomerga aloqa chiqarasizlar aka mana. 24 million savdosi bo'lyapti aka bunisi. Barakasini bersin aka, bozorini bersin. Avlik olib qo'yamiz aka. Kimlar aka? Egasi bo'lsa aka narxini so'rab qo'yamiz. Mashalloh deb kommentariyaga yozib qo'yamiz aka. Aka sizlardan nech pul deyapsizlarmi? 41 million so'm savdo bo'lyapti. Tortdilarmi buni? Tortishga yo'q ekan. Akalar, tortishga 44 mingdan savdosi bo'lyapti akalar. Tuxum qo'ysa yarashaydigan o'rni akalar. Mana akalar. Buqani ko'rib, mashalloh deb kommentariyaga yozib qo'yasiz. Aka nomer aytib qo'yamizmi? 91lik 203 91-94 ga aloqa chiqarasizlar aka. Mana shu avlik olib qo'yamiz uchun akalar. Endi qara. Mana shu yerda olib turib Bu anguslarimiz savdo bo'lyapti shekilli. Qadrli obunachilarimiz. Baraka bo'lyapti aka deyman vayvida. Shu anguslar. men mana bu tiyallashaman o'g'il bola. Barakasini bersin. Aka bunisini nech pul deyapsiz? Bozor nech pul qildi? Nech pul? Akalar 30 million so'm deyapti akalar, 28 million savdosi bo'pti akalar. Mana shu qo'yamiz. 28 million so'm baraka bo'pti akalar, barakasini bersin. Mana akalar ko'rib baho beraverasizlar. Aka nomer aytib qo'yamizmi? 94lik 497 1505 ga aloqa chiqarasizlar. Qadrli obunachilarimiz mana shu qol. Bunisi baraka bo'ldi shekilli, cho'ta aka savdo bo'layotdi. Baraka bo'lmagan bo'lsa egasini so'rab. Aka sotildimi bu? Nech pulda? 60 mingdan. 60 mingdan taroziga sotilibdi aka. Mana shu qo'yamiz aka. Barakasini bersin. Aka bu nech pulga bordi? 24 ga bordi. Nech pulga ham bor deyapsizlar? 28 ga ham bordi. 28 ga ham bor deyapti aka. 24 million so'mga boribdi aka. Mana shu. Mana akalar. Aynus akalar. Aka nomer aytib qo'yamizmi bunga? 90lik 564 72 33 34 akalar aloqa chiqarasizlar. Mashalloh deb kommentariyaga yozib qo'yamiz aka. Aynus uqash. Aka buni nech pul deyapsiz? Assalomu alaykum. Yaxshimi tizimsan? Aha. 50 million deyapman. Bozor nech pul qildi? 45 million. Tortmadingizmi buni? 50 million so'm deyapti aka. 45 million savdosi bo'pti aka. Mana shu Aynus uqamiz akalar. Buqani ko'rib baho beraverasizlar akalar. Buqani qaranglar. Kommentariyaga mashalloh deb yozib qoldiramiz. Buqa uchun akalar havas qilganlar. 50 million so'm deyapti aka. 45 million savdosi bo'pti aka. Nomerni olib qo'yamiz aka. Egasi nomerini aytsa, qiziqqanlar aloqa chiqarasizlar. Aka nomer aytib qo'yamizmi? Shartmas. Shart bo'lsa aka, sotib yuboradi aka. Barakasini bersin. Avlik. Aka buni nech pul deyapsizlar? 33 million so'mga berishmayapti aka.
33 milyon savdo bo'lyapti ekan, akalar berishmayapti ekan. Mana akalar. Barakasini bersin. Chorva bozordamiz akalar, mana shu yerda gigant sement olib qo'yamiz. Tortishdi akalarga turgan bo'lsa. Akalar yo'q, chiqib ketishibdi. Mana shu yerda turadi. Sement oldi akalar, 800 kilo keldi. Sekin mashina bu qo'llar narxlarini bilan tanishtirib o'tamiz. Aka buni nech pul deyapsizlar? 35 so'm. Jupiga akalar 35 million savdosi bo'pti akalar, mana shu qo'llar. Jupiga 35 million savdosi bo'pti akalar. Mana bu qo'llar. 35 million so'm berak. Savdosi bo'lyapti akalar. Jupiga aka nomer aytib qo'yamizmi? Beraka bo'lyapti akalar. Dehqondan so'raganlarga aka nech pul deyapsiz buni? Nech pul deyapsiz? 23. Bozor nech qildi? 21,5. Akalar 21,5 million savdosi bo'pti, 23 million kami bor deyapti aka. Akalar mana shu qo'yamiz. Aka nomer aytib qo'yamizmi? Savdo bo'lyapti akalar. Ketdi bular aka. Barakasi bo'lsin. Aşağıda bu qo'llar ko'rsataveramiz. Kichkintoylar akalar, ushlab turganlarni. Aka buni nech pul deyapsizlar? Bozor nech pul qildi? 10 million savdosi bo'pti aka, 15,5 million kam bor deyapti aka. Mana shu qo'yamiz aka. Aka nomer aytib qo'yamizmi? Yetishmaydi aka, barakasini bersin. Sotib yuborar aka. Mana aka navbatdagi qo'llar akalar. O'zimiz mesnim qol. Aka buni nech pul deyapsiz? 32 deyapman. Bozor nech pul qildi? 30. Akalar 32 million so'm deyapti ekan. 30 million savdosi bo'pti akalar. Mana shu qo'llarimiz akalar. Aka nomer aytib qo'yamizmi? 91lik 91lik 151 1044. 151 1044 ga aloqa chiqib olasizlar akalar. Akalar, unda video syomkalarimizni ham o'chiraveramiz. Mehnatimizni qadrlagan holda birdaniga mana shunaqa layklarni bosib, qo'llab-quvvatlab turaverasizlar. Sizlarga har kuni yangidan yangi videolar qo'yib boramiz. Akalar, arzon novvoslarni shu chorva haqida hamma narsani qo'yaveramiz akalar. Sanalarimiz 2026-yil 15 fevral hafta kuniga akalar, yakshanba kuni bo'lib o'tadigan chorva bozor akalar. Manzilimiz Farg'ona viloyati Buvayda tumani Yangiqo'rg'on chorva bozori akalar. Unda sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Keyingi video syomkalarda ko'rishguncha akalar, layklarni bosib qo'yasizlar akalar. Like akalar besplatniy tekin narsa akalar. Layklarni bosib qo'llab-quvvatlab turaverasizlar. Unda sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Hammaning ishi xayrli bo'lsin degan umiddaman.